Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi patsientkamiz Qozog'iston Respublikasidan kelganlar. Ushbu patsientkamizda kompleks amaliyot rejalaganmiz. Demak, yuzlaridagi to'liq yoshartiruvchi SMAS platizmoplastika amaliyoti hamda peshonadagi endoskopik potyashka amaliyoti o'tkaziladi. Shu bilan birga oldingi abdominoplastika liposaksiya to'liq hamda lipofilling va oldingi abdominoplastika mana shu fartuqlarni bartaraf etish hamda diastazni to'liq tikib ustki talyani shakllantirish orqali mana shu qorin old devoridagi boklardagi barcha muammolarni komplekslarini bartaraf etish amaliyoti o'tkaziladi. Amaliyotni markirovka jarayonini hozir boshladik. Kuzatishni davom eting. Operatsiya jarayonidan ham qisman ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz. Итак, друзья, мы начинаем операцию. У нас первым этапом будет выполняться абдоминопластика. Вот такой у нас исходник. Пациентка у нас дважды рожавшая. Есть рубец после аппендицита. Мы будем вот такие у нас излишки кожи. Это мы все будем подтягивать, переносить пупок на новое место, а также ушивать диастаз. После беременности у нас диастаз раскрывается. А также будем выполнять липосакцию 360, а также липофилинг. Вторым этапом мы будем выполнять подтяжку лица и латеральную платизмопластику и эндоскопическую подтяжку бровей. Все результаты до-после мы будем выставлять в Instagram, в истории. А вы ставьте лайки и комментируйте. Спасибо. Mana liposaksiya amaliyotini hozir mana Magic Bella yangi liposaktorda amalga oshiryapmiz. Albatta natija juda ham yaxshi chiqadi, chunki vibratsion liposaktor barchamizga ma'lum, mana dunyodagi eng oxirgi avlod apparaturalaridan hisoblanadi. Amerikada ishlab chiqarilgan PAL, Poiracel Liposuction hamda o'shani ikkinchi analogi bu Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan Magic Bella apparati hisoblanadi. Ushbu amaliyotda albatta mana e'tibor berishingiz mumkin. Teri vibratsion ravnomerni bir xil teri ostidagi yog'lar olinadi, lipoaspiratsiya qilinadi va to'qimalar juda ham kamdan kam shikastlanadi. Ya'ni o'sha qon tomirlar, arteriya, vena tomirlari, qolaversa limfa tomirlari kam zararlanishni hisobiga, demak to'qimalardagi shish, teridagi qizarish, ko'karish holatlari deyarli kuzatilmaydi. Eng muhimi, teri osti yog' qavatlari ravnomerni bir xil lipoaspiratsiya qilib olinadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Narkoz ostida demak kompleks amaliyotlarni o'tkazsa bo'ladi. Butun jahon tibbiyoti demak tajribasida bu amaliyotlar kompleks o'tkaziladi. Qachonki demak umumiy qon tahlillari, hamma tahlil parametrlari agar me'yorida bo'ladigan bo'lsa, albatta demak bitta umumiy narkoz ostida kompleks tanadagi 3 ta muammolarni hammasi bir paytning o'zida bartaraf etiladi. Aynan ushbu patsientkamiz 52 yoshdalar. Qozog'iston Respublikasidan kelganlar. Mana shu Renessans klinikasini tanlab kelganliklarini eng asosiysi bu demak ushbu klinikada oxirgi zamonaviy tibbiyot asbob-uskunalari, zamonaviy oxirgi standart va protokollar asosida amaliyotlar o'tkazilishi va albatta bu yerdagi barcha mutaxassislarni, professional mutaxassislar jamlanganligini hisobiga albatta mana shunday kompleks amaliyotlar amalga oshiriladi. Ushbu patsientkamizda Qozog'iston Respublikasidan tashrif buyurganlar. Ikkita tug'ruqdan keyingi holat, demak umuman tanadagi barcha demak qorin yon tomonlari, orqa tomonlari
yuzidagi barcha yog', teri osti yog'larni hammasini liposaksiya qilib olinib, shu bilan birga o'chib olingan yog'lar maxsus ishlov berilib, demak, yagaditsalaridagi o'sha kompleks muammolar hammasi lipofiling asosida bartaraf qilinib shakllantirildi. Shuningdek, qorinning old sohasidagi, demak, o'sha ikkita tug'ruqdan keyin ochilgan oldingi mushagi, qorinning oldingi mushagi diastaz to'liq vertikalniy o'sha 6 santimetrga qisqartirilib, avvalgi o'zlarini qizlik davridagi holatini qorin old devori mushaklari to'liq qaytib tiklandi va buning natijasida albatta talya, mana ikki tomondan talya demak qisqarganligini ko'rishimiz mumkin va terini maksimal demak podtяжкасini hisobiga, demak oldingi fartuk, oldingi ortiqcha, mana do rasmlarga e'tibor beradigan bo'lsak, oldingi ortiqcha fartuklar hammasi olib bartaraf etildi. Shu bilan birga albatta bu kishida yuzlarida kompleks yoshartiruvchi full face smas platizma plastika amaliyoti o'tkazildi. Albatta natijani sizlar bilan birinchi kun, ikkinchi kun va keyingi muddatlarda albatta ko'rsatib boramiz. Natijani esa o'zingiz izohida kommentariyni qoldiring.